Agar siz bundan oldin qaysidir kargo kompaniyasi tomonidan aldangan bo'lsangiz, zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, kiydirilgan bo'lsangiz, tabiiyki siz boshqa kargo kompaniyalarini ham shunaqa o'ylashingiz mumkin. Lekin bugun sizga bitta kichik insight o'rgatamiz. Biz Best Logistics profilini ancha vaqtdan buyon yuritib kelamiz va unda ommaviy mashhur bo'lgan shaxslarni ham hattoki olib chiqamiz. Va siz bizning istalgan posterimizdagi kommentariy qismiga kirib, bemalol insonlarning biz haqimizda bergan fikri bilan tanishib chiqsangiz, yokida bizni kuzatayotgan mijozlarimiz bo'lsa, mana aynan aldangan insonlar uchun shu video tagida izohlarda Best Logistics haqida fikringizni qoldirib qo'yishingizni ham iltimos qilamiz. Va shu bilan bizning O'zbekistondagi tadbirkorlarni to'g'ri kargo xizmatiga yo'naltirgan bo'lamiz. Bundan tashqari ta'kidlab o'tishimiz kerak, har doim hamma reklamalarimizda aytganimiz kabi, biz O'zbekistondagi eng arzon narxni va eng arzon narx evaziga eng sifatli xizmatni taqdim etishga doimo harakat qilib kelamiz.